Islom dini barchamizga yashayotgan joylarimiz ozoda bo'lishi, ichimlik suvimiz tozaligi, tanamiz esa pokiza bo'lishiga buyuradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam poklik iymonning yarmidir deganlar. Billur, suvdek musaffo hayot. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bilasizmi, ushbu ko'rsatuv umraga bormoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun bir eslatma bo'lar inshaalloh deb umid qildik. Muborak ziyoratga tadorrik ko'ryapsizmi? Yoki bir kuni boraman deya o'zingiz uchun bilib qo'ymoqchimisiz? Unda so'zlarimizni tinglang. Umraga borishdek muborak imkoniyat berilgani uchun avvalo Alloh taologa hisobsiz hamd va sanolar aytish fazilatdir. Chunki qanchadan qancha muslimalar bu kunni niyat qilib, umid bilan kutayotganlari rost. Alloh taolo Qur'oni Karimda haj va umrani Alloh uchun mukammal ado eting deya marhamat qiladi. Umra ibodatini mukammal ado qilish uchun niyatni to'g'ri qilib olish va riyodan saqlanish lozim. Amallar niyatga bog'liq bo'lgani uchun ibodatda yagona maqsad Alloh taoloning rizoligi bo'lishi kerak. Umra qilishni qasd qilgan har bir musulmon ulug' ibodatni to'la-to'kis ado etishni istaydi. Bu biz uchun nafaqat ibodat, balki uzoq masofali safar hamdir. Shu sababli umra qilishni niyat qilgan har bir ayol umra qonun-qoidalari bilan bir qatorda safar qoidalari va odoblarini yaxshi o'rganishi lozim. Ayniqsa ziyoratga otlanishdan avval umra haqida ilm egalaridan o'rganishni tavsiya etamiz. Biz esa safar qoidalarini qisqacha eslatib o'tamiz, xolos. Inson bu ulug' ibodat safariga otlanishdan oldin zimmasidagi qarzlarni egalariga qaytarishi zarur. Qo'lida mol-mulki bo'lsa, safardan oldin uni vasiyat qilib qo'yishi kerak bo'ladi. Umra uchun mo'ljallangan mablag' halol yo'l bilan topilgan bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Hadisda aytilganidek, yo'lga chiqishdan avval oilasiga bir duoni aytadi. U duo: Astagfirullohallazi la tadi'u wada'i'u. Duoning ma'nosi: sizlarni unga topshirilgan omonatlar zoyi bo'lmaydigan zot Allohga omonat topshirdim. Yana bir eslatma. Safar davomida balandlikka ko'tarilsalar Allohu akbar, pastlikka tushsalar subhanalloh deyish fazilatdir. Safarga ketayotganda va qaytayotganda aytiladigan duolarni eslatib o'tamiz. Hadislarda kelishicha, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam safar oldidan ulovga o'tirganlarida quyidagicha duo qilar ekanlar. Bismillahi alhamdulillah Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila robbina lamunqalibun. Ayni paytda ulovga miniladigan hayvonlardan tashqari zamonaviy yo'l vositalari, mashina yoki samolyot ham kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam safardan qaytganlarida shunday der edilar. Aibuna taibuna abidun li robbina hamidun. Duoning ma'nosi: yo Alloh, qaytishimizni tavba qiluvchi, ibodat qiluvchi va hamd aytuvchi holda qilgin. Safar davomida duo qilishni ko'paytirish yaxshidir. Binobarin mustajob duolardan biri musofirning duosidir. Shuningdek, Allohni zikr qilish, qiroat qilish va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga salovatni ko'paytirish umra odoblaridandir. Xususan, Masjidul Haromda ibodatni ziyoda qilishga targ'ib qilingan. Hadisda Masjidul Haromda o'qilgan namoz undan boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 ta namozdan afzal ekanligi ta'kidlanadi. Keyingi eslatma: hamrohlardan ajralmaslikka harakat qilish zarur. Shariatimiz buyrug'iga ko'ra, ishboshilarga bo'ysunish shart bo'lganidek, har bir umra qiluvchi o'z guruhlari rahbarlari 50 boshiga bo'ysunishi lozim. Umra davomida hamrohlar bilan urushish, to'xtab tiqilinch hosil qilish mumkin emas.
Hech kimga qo'li va tili bilan ozor bermaslik, chaqimchilik, g'iybat va yolg'on gaplarni aytmaslik. Unga odamlarning hojati tushsa, imkon qadar yordamlashish kerak. Faqat ayollarga xos masalalarga kelsak, ayollar ihromda boshlarini yopadilar. Yuzlari esa ochiq holda bo'ladi. Ko'ylaklar gulsiz, sidirg'a, ichi ko'rinmaydigan darajada bo'lishi, tor va qora rangda bo'lmasligi talab etiladi. Sochlar doimo ro'mol tagida bo'lishi kerak. Sochlar ibodat chog'ida xalaqit qilmasligi uchun turmaklanadi yoki biror narsa bilan bog'lab olinadi. Ayollar talbiyani muxfiy, ya'ni past ovozda aytadilar. Shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ko'krak nishoni va mehmonxona tashrif qog'ozi, ya'ni vizitkani doim yonida olib yurish kerak. Yana bir muhim masala. Ayollarning odat kunlari boshlanib qolsa, duo va talbiya o'qib ihromga kiradilar. Lekin Ka'bani tavof qilinmaydi. Namoz, Qur'on o'qilmaydi. Safo va Marva sayini ado etilaveradi. Salovat, duo va tasbihlar aytishi mumkin. Umra ziyorati hayz kunlariga to'g'ri kelib qolsa, ayol shifokorlar bilan maslahatlashib, sog'lik uchun jiddiy ta'sir qilmaydigan dori vositalari orqali hayz kunlarini kechiktirishi mumkin. Masjid uzoqda bo'lsa, shaxsiy avtomobillarga o'tirmaslik, faqat taksilardan foydalanish tavsiya etiladi. Begonalardan audio, video tasmalar, turli kitoblar olmaslik talab etiladi. Hanafiy mazhabida bo'lganimiz uchun ibodatlarni shu yo'nalishda olib borib, boshqa mazhab sohiblariga e'tiroz yoki taqlid qilinmaydi. E'tibor berilmaydi. Umra oxirida ayollarning sochlaridan soch uchidan bir barmoq aylantirarlik uzunlikda soch kesiladi. Soch uzun bo'lsa, sochning uchidan, soch kalta bo'lsa, o'ng tomonda qaychi bilan kesiladi. Ihromga kirishdan oldin shularni hisobga olish kerak. Hozirgi paytda tasbihlar, joynamozlar o'zimizning yurtda ham serob bo'lgani bois, aeroport ma'muriyati tomonidan talab etilgan me'yordan ortiq yuk olmaslik talab etiladi. E'tibor bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlarida yoki Ka'baga matolarni turli niyatlarda surtish, Uhud tog'i tuprog'idan olib ketish, Uhud tog'iga qarab namoz o'qish bid'at amallardandir. Ibodatlarni tugatib, mehmonxonaga qaytish yo'li yoddan ko'tarilgan vaqtda sarosimaga tushmaslik, yaqin atrofdagi politsiya yoki biron kishiga bejik yoki mehmonxona tashrif qog'ozi, ya'ni vizitkani ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Umradan qaytgandan keyin uni kutib olishga chiqqanlar bilan quchoqlashib ko'rishish fazilatdir. Uyga kelganlarni mehmon qilishi va hadyalar ulashishi mustahab amal hisoblanadi. Biroq hoji kelishiga atalgan dabdabalar riyodan imkon qadar qochish muhimdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam umra keyingi umragacha qilgan gunohlariga kaforatdir deya marhamat qildilar. Ramazon oyidagi umra esa haj qilgan bilan barobar savobga ega ekanligi aytiladi hadis shariflarda. Mazhabimizga ko'ra umra sunnati muakkadadir. U buyuk ziyorat. Umrada ayollar butun qalbi, ruhi va harakati ila Alloh taolo uchun eng suyukli bo'lgan makonni ziyorat qiladilar. Bu omonlik diyoriga har bir muslima oshiqadi. Ko'ngillar talpinadi. Ko'zlar esa uni ko'rishga intizor. Muqaddas zamin Makka va Madina. Alloh taolodan so'raymizki, qalblar intilib sog'ingan ushbu nurli zaminga sizu bizlarni ham yetkazsin. Muborak masjiddagi ibodatlarga musharraf etsin. Amin. Islom dini barchamizga yashayotgan joylarimiz ozoda bo'lishi, ichimlik suvimiz tozaligi, tanamiz esa pokiza bo'lishiga buyuradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam poklik
iymonning yarmidir deganlar. Billur, suvdek musaffo hayot.